2025-yilda mana shu sokil qismiga granit, mramorlar terish nech pul bo'ladigan akalarimiz uchun ko'rib turgan joylaring uzunligi общий 58 metr joyga granit, mramorlarimiz akalarimiz chotki qilib terib beribdi. Yaxshi niyatli imorat solgan akalarga ustalardan haqiqiy tajribalisini topib qo'ydim. Ko'ryapsizlar, juda ham idealni, xohlagan fasonlaringni qilib beraveradi qadrdonlar. Buni fasoni ko'p, shakli ko'p qadrdonlar. Mana shu 1 metrgacha bo'lgan balandlikdagisini 1 metri 430 ming so'mdan usta haqqi materiali hamma yo'q ichida bitirib berar ekan qadrdonlar. Ko'rib turgan obyektlaringda metrini 430 mingdan bitirib bergan usta haqqi materiali hamma yo'g'i ichida. Endi menga burchatka xizmati ham kerak deganlarga akalarimiz burchatkalardan bosib beraveradi. Xohlagan fasoningizda sulton deysizmi, boshqa deysizmi, hamma fasonidan qilib beraveradi. Zinapoyaga bosiladigan bo'lsa qadrdonlar ko'ryapsizlar, mana shu joyimizda. Hozir metri nech puldan nech pulgacha edi aka shu zinapoyamizda? Zinapoyamiz metri 180 ming. Ha, 1 metri 150 mingdan 180 minggacha metri. Shunday, xudo xolasa. Qadrdonlar ko'ryapsizlar, juda ham chiroyli holatda chiqqan. Общий obyektimizni mana shu zinapoyasi ham bitishi 58 metr joyimizga 430 mingdan qilib bergan nimasi? Xo'p, общий summasi 27 million 300 ga bitibdi qadrdonlar. Kimga shunaqangi xizmatlar kerak bo'lsa, pastda nomer qoldirganmiz. To'liq video tajribali ustalar YouTube kanalida.